Bu yerda ish bo'lib jabdi, akalar hozir ishlab jabdi. Bu yerda rodbon chiqarib jabdi bular. Buni orqasiga mana bu yerda buni tarozisi bu yerda turibdi, tarozisi. Bunga bularga ikkita buchka stanovka qilib berdik bu yoqqa. Ikkita buchka stanovka qilib berganimiz sababi bular shu rodbonga mil qo'shish ekan, bittasida mil turadi, bittasida gips turadi. Ya'ni gipsni bittasi mana qizil turbalardan kelib turib, o'sha havo orqali gips bilan milni tepaga haydab beradi. O'shani hisobiga mana bu yerda o'zining bitta shinigi bor, buning o'zining alohida bitta shinigi bor. Shinik ichkariga taroziga haydaydi mahsulot. O'zlari kilogramini biladi. O'sha kilogramga qarab navbatiga haydayveradi. Ya'ni mana yerda tarozimiz turibdi. Tarozidan keyin yana bu ham o'sha tarozidan elevatordan tepaga buchkadan nimaga, mikserga, mikserdan yana pastki buchkaga va mana bu yerdan xaltalab chiqarib beryapti. Mana o'zi xaltalash jarayoni bo'lyapti. Xaltalab javob akalarimiz zavodga. Mana bu yerda shu bitta operator o'tiradi, operator o'zi boshqaraveradi. Bo'ldi hamma narsani. Shitib inib kelaveradi, hammasi boshqa. Buning shu nima variantlari ham bor. Tepaga elevator kaltaroq bo'ladi, tepaga buchka qo'ymaydigan variantlari bo'ladi. U sal arzonroq bo'ladi. Buning narxi sal qimmatroq bo'ladi. O'shanaqangi zakazlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shu kimgadir o'sha shinikning o'zi alohida kerak bo'lsa ham, elevatorda o'zi alohida kerak bo'lsa ham, shunaqangi buchkalarda o'zi alohida kerak bo'lsa ham, undan tashqari qimiladigan apparatlar kerak bo'lsa ham, shunaqangi apparatlar xizmatlarimiz ham bor.